Kech qoldim deb o'ylayapsizmi? Vallohi siz kech qolmagansiz. Kimdir 20 yoshda uylanadi, ammo 10 yildan beri hali farzandi yo'q. Boshqasi esa 30 yoshda uylanib, shu yilning o'zida Alloh unga farzand beradi. Bir ayol 20 yoshda turmush quradi, ammo uning turmushi, nikohi taloq, ajralishma yakunlaydi. Boshqa bir ayol esa 35 yoshda turmush qurib, shu kungacha baxtli hayot kechiryapti. Bittasi 22 yoshda katta kompaniyaning rahbari bo'ladi, ammo 40 yoshda rak kasalidan vafot etadi. Boshqasi esa 40 yoshda rahbar bo'lib, 70 yoshgacha tinch, baxtli umr ko'radi. Bittasi 22 yoshida o'qishni bitirib, 5 yildan beri ish topolmagan. Boshqasi esa 27 yoshda o'qishni bitirib, darhol o'zi orzu, havas qilgan ishga kiradi. Birodar, hech qachon o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Siz Alloh azza va jalla siz uchun belgilangan eng munosib vaqtda yashayapsiz. Doim esingizda tursin. Alloh kechiktirmaydi. Alloh siz uchun eng yaxshi vaqtni tanlaydi. Shuning uchun sabr qiling, tavakkul qiling va har narsa o'z vaqtida keladi deb ishoning. Kommentariyaga sabr deb yozib keting.